Sen bu qiyinchiliklarni yenga olishingni bilmaganida Robbim ularni senga yubormagan bo'lar edi. O'ylab ko'r. Sen boshdan kechirgan har bir sinov tasodifiy emas. Qiyinchilikda qolganing bu sening kuchsizligingdan emas. Buning sababi sen kuchliroq bo'lishga tayyorsan. Alloh taolo senga hech qanday sababsiz sinov bermaydi. Qur'oni Karimda Rabbim hech kimga toqatidan ortiq narsani yuklamaydi deydi. Bu shuni anglatadiki, sen hozir boshdan o'tkazayotganlaring sening imkoniyatlaring darajasidadir. Garchi sen o'zingni jar yoqasida turgandek his qilayotgan bo'lsang ham, yuraging og'riqdan yorilib ketayotgandek tuyulsa ham, sen buni uddalaysan. U Al-Alim, har bir narsani bilguvchi zot. U Ar-Rahmon, rahimlidir. U seni nimaga qodirligingni yaxshi biladi. Hech qachon xiyonat qilmaydigan zotga tayanishni o'rganadigan daqiqadir. Balki unsizgina yig'larsan. Ehtimol hech kim seni kurashayotganingni ko'rmas, lekin Robbing ko'radi. Har bir qadaming, to'kkan ko'z yoshing, har bir harakating yozib olinadi. Vaqt o'tib, ortga qarab, qiyin bo'ldi, lekin Robbim meni qo'lladi. Robbim men bilan edi va men buni uddaladim deysan. Taslim bo'lma. Sen yolg'iz emassan va hech qachon yolg'iz bo'lmagansan. Sen boshingdan o'tkazayotgan bu ko'rguliklar seni sindirmaydi. Aksincha, seni barpo qiladi, mustahkamlaydi. Ilohim, yuraging buni his qilsin. Ilohim, qalbing bundan taskin topsin. Amin.